So'nggi xat. 4-qism. Tom ustida sovuq shamol esardi. Jamshid qimirlamay olmadi. Qorong'ulik ichida to'lgan mavjudot g'alati edi. Uning yuzi yo'q edi. Ovozi ham yo'qdek edi. Lekin baribir u gapirdi. So'z insonning eng katta boyligi. Jamshidning yuragi tez uradi. Sen kim bo'lasan? Javob darrov kelmadi. Atrofdagi havo og'irlashdi. Sukunat bir qadam oldinga chiqdi. Jamshid, orqaga tur. Jamshid hayron bo'ldi. Sen uni taniysanmi? Sukunat bir muddat jim turdi. Keyin juda past ovozda dedi. Ha. Jamshid qotib qoldi. Bu ovoz o'g'risi. Qorong'ulik ichidagi siluet sekin kuldi. Nihoyat men to'g'ri tanishtirding. Jamshidning ko'zlari keng ochildi. Nega odamlarning so'zlarini o'g'irlayapsan? Ovoz o'g'risi yaqinlashdi. Chunki ular boylikning qadriga yetmaydi. Ular gapirmaydi. Ular ichida saqlaydi. Ular qo'rqadi. Uning ovozi sovuq edi. Men esa ularni ozod qilaman. Jamshid boshini chayqadi. Yo'q, sen ularni bo'sh qilyapsan. Ovoz o'g'risi kuldi. Bo'sh insonni boshqarish oson bo'ladi. Shu payt Sukunat birdan baland ovozda dedi. Yetar. Shamol kuchayib ketdi. Oppoq nur paydo bo'ldi. Ovoz o'g'risi bir qadam ortga chekindi. Hali ham o'sha ishni qilyapsanmi? Sukunat. Jamshid hayron bo'lib qaradi. Sizlar bir-biringizni qayerdan taniysizlar? Sukunat javob bermadi. Ovoz o'g'risi esa kuldi. U aytmadimi hali? Jamshidning yuragi siqildi. Nimani? Ovoz o'g'risi sekin dedi. Sukunat, sen o'ylagandek mavjudot emas. Jamshid Sukunatga qaradi. Bu nima degani? Sukunat ko'zlarini yumdi. Bir necha soniya hech gapirmadi. Keyin u sekin dedi. Jamshid, men ham bir vaqtlar inson bo'lganman. Jamshidning tanasi muzlab ketdi. Nima? Sukunat davom etdi. Juda ko'p yillar oldin men ham odamlarning og'rig'ini eshitardim. Lekin men xato qildim. Juda katta xato. Jamshid asta dedi. Qanday xato? Ovoz o'g'risi javob berdi. U hamma so'zlarni o'ziga oldi. Hamma og'riqni, hamma dardni va shunda u boshini ko'tardi. Bu dunyo ikkiga bo'lindi. Jamshid pichirladi. Sukunat va ovoz o'g'risi so'zini tugatdi. Shovqin. Jamshidning boshi aylana boshladi. Demak, Sukunat ham, shovqin ham bir narsadan tug'ilgan edi. Sukunat past ovozda dedi. Biz bir vaqtlar bitta edik. Shamol kuchaydi. Ovoz o'g'risi kuldi. Va endi uchinchi kuch paydo bo'ldi. Jamshid hayron bo'ldi. Qaysi kuch? Ovoz o'g'risi Jamshidga qaradi. Sen. Jamshidning yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Ovoz o'g'risi sekin dedi. Agar sen noto'g'ri tanlov qilsang, bu shahar faqat shovqindan iborat bo'ladi. Sukunat qo'lini ko'tardi. Unga ishonma. Lekin kech edi. Ovoz o'g'risi qorong'ulikka singib ketdi. Tom ustida yana jimjitlik qoldi. Jamshid asta dedi. Demak, hammasi endi boshlanmoqda. Sukunat osmonga qaradi va juda sekin pichirladi. Ko'zlarini yumdi. Juda oldin. Men ham odamlarning ichidagi so'zlarni eshitardim. Dardlarini, qo'rquvlarini, yolg'izligini. Jamshid sekin so'radi. Keyin nima bo'lgan? Sukunat osmonga qaradi. Men yordam bermoqchi bo'ldim. Hamma og'riqni yo'qotmoqchi bo'ldim. Jamshid hayron bo'ldi. Bu yomon emas-ku. Sukunat boshini chayqadi. Og'riq yo'qolsa inson o'sishni ham to'xtatadi. Men buni juda kech tushundim. Shamol kuchayib ketdi. O'sha kuni dedi Sukunat. Hamma so'zlar bir joyga yig'ildi. Hamma og'riq, hamma dard, hamma g'azab. Jamshid asta dedi. Va shunda Sukunat gapni tugatdi. Men ikkiga bo'lindim. Sukunat va shovqin. Jamshid chuqur nafas oldi. Demak, shovqin ham aslida sen. Bir vaqtlar, lekin u vaqt g'azabni tanladi. Jamshid jim qoldi. Pastda shahar chiroqlari miltillardi.
Bir lahza hammasi tinchgandek edi. Lekin birdan Jamshidning boshida yana bosim paydo bo'ldi. Ovozlar qayta boshladi. Men yolg'izman. Hech kim meni eshitmaydi. Yetar. Jamshid boshini ushladi. Bu nima? Sukunat darrov dedi. U yana kuchaymoqda. Kim? Shovqin. Shahar tomon qarashdi. Uzoqda sirena ovoz eshitildi. Keyin yana Jamshid dahshat bilan qaradi. Ko'chalarda odamlar baqirardi, kimdir yugurardi, kimdir janjallashardi. Go'yo butun shahar birdan portlab ketgandek edi. Bu nima bo'lyapti? Sukunatning ovozi og'irlashdi. Muvozanat buzilmoqda. Jamshid asta dedi va men uni to'xtatishim kerakmi? Sukunat unga qaradi. Ha. Jamshid chuqur nafas oldi. Qanday? Sukunat javob bermadi, faqat shahar tomon qaradi va sekin dedi. Avval haqiqatni bilishing kerak. Jamshid hayron bo'ldi. Qaysi haqiqat? Sukunatning ovozi juda past edi. Sen bu voqeaga tasodifan aralashmading. Jamshid qotib qoldi. Nima demoqchisan? Sukunat unga tikildi. Seni kimdir tanlagan? Shamol yana kuchaydi va uzoqdan tanish kulgi eshitildi. Shovqin. Nihoyat unga aytyapsanmi? Jamshidning yuragi tez ura boshladi. Kim meni tanladi? Shovqinning ovozi qorong'ulikdan keldi. Men. Tom ustida havo sovib ketdi. Jamshid qimirlamay turardi. Sen meni tanladingmi? Qorong'ulik ichidan kulgi eshitildi. Shovqin. Ha. Jamshidning ichida g'azab uyg'ondi. Nega? Shovqin sekin javob berdi. Chunki sen boshqalardan farq qilasan. Sen eshitasan, sen his qilasan va eng muhimi, bir lahza jim qoldi. Sen hali buzilmagansan. Jamshid tishlarini qisdi. Men sening o'yinchog'ing emasman. Shovqin kuldi. Yo'q, sen mening eng katta imkoniyatimsan. Sukunat oldinga chiqdi. Unga ishonma, Shovqin javob berdi. Sen ham bir vaqtda xuddi shunday eding. Shamol keskin kuchaydi. Jamshid ularning gapini tushunishga harakat qilardi. Demak, men nima qilishim kerak? Sukunat dedi. Odamlarning tinglashida davom et. Ularni yolg'iz qoldirma. Shovqin esa dedi. Yolg'on, ular kuchli qil, ularni g'azabga o'rgat. Jamshidning bosh ichida yana ovozlar paydo bo'ldi. Bu safar juda baland. Yetar. Men ham baqirmoqchiman. Men ham sindirmoqchiman. Jamshid qichqirdi. To'xta. Birdan hamma ovozlar jim bo'ldi. Shahar ustiga og'ir sukunat tushdi. Jamshid asta nafas oldi va bir narsani sezdi. Bu safar ovozlar uning ichidan chiqayotgan edi. Sukunat hayrat bilan qaradi. Demak, Shovqin sekin dedi. Ha, endi u ham eshitmaydi. U gapira boshlaydi. Jamshid dahshatga tushdi. Bu nimani anglatadi? Shovqinning ovozi sovuq edi. Bu shuni anglatadiki, sen ham asta sekin bizga o'xshab boryapsan. Shamol yana kuchaydi va qorong'ulik ichida Shovqinning so'nggi so'zi yangradi. Qaradi. U yerda katta elektron soat yonib turardi. Tungi soat 12:16. Jamshid tushunmadi. Bu nima? Sukunat jiddiy dedi. Bir daqiqadan keyin hammasi o'zgaradi. Jamshidning yuragi tez ura boshladi. Nega aynan shu vaqt? Sukunat chuqur nafas oldi. Chunki hammasi aynan o'sha vaqtda boshlangan. Shamol yanada kuchaydi. Soat sekin o'zgardi. 12:17. Birdan Jamshidning boshida kuchli zarba bo'lgandek bo'ldi. Ko'z oldi qorong'ulashdi va u birdan boshqa joyni ko'ra boshladi. U tom ustida emasdi. U eski kasalxona koridorida turardi. Devorlar xira, chiroqlar miltillardi. Uzoqdan kimdir yig'layotgan edi. Jamshid asta yurdi. Koridor oxirida eshik bor edi. Eshik usti raqam yozilgan edi. 17. Jamshidning yuragi tez ura boshladi. U eshikni ochdi. Ichkarida bitta bola o'tirardi. Yolg'iz. U boshini ko'tardi va Jamshidni ko'rib hayron bo'ldi. Sen? Jamshid qotib qoldi. Chunki u bolaning yuzini tanidi. Bu esa o'zi edi. Yoshroq Jamshid. Bola asta dedi. Sen kecha kelding.
Jamshid hayratda edi. Bu qayer? Bola javob berdi. Bu hammasi boshlangan joy. Jamshid pichirladi. Qanday qilib? Shu payt ortidan tanish ovoz eshitildi. Nihoyat eslay boshlading. Jamshid sekin ortiga o'girildi. Shovqin qorong'ulikdan chiqib ketdi. Sen ham shu yerda eding o'sha kecha. Jamshidning yuragi siqildi. Qaysi kecha? Shovqin dedi. Tungi soat 12:17. Jamshidning boshi yana og'rib ketdi. Tasvirlar paydo bo'la boshladi. Kasalxona, yig'i, shifokorlar va bitta gap. Biz uni qutqara olmadik. Jamshid dahshat bilan qaradi. Kimni? Shovqin sekin kuldi. Sen hali ham tushunmadingmi? Jamshidning yuragi muzlab ketdi. Chunki xonaning bosh burchagida yana bir karavot bor edi va unda kimdir yotardi. Jamshid asta yaqinlashdi va yuzini ko'rdi. Bu uning ukasi edi. Jamshidning nafasi to'xtab qolgandek edi. Yo'q, Shovqin sekin dedi. O'sha kecha sen bir narsani qattiq xohlading. Nimani? Shovqinning ovozi past edi. Sen shunday deding. Men hamma og'riqni o'zimga olaman. Jamshid qotib qoldi. Shovqin davom etdi. Va o'sha payt men tug'ildim. Jamshid qimirlay olmadi. Xona sovuq edi. Kasalxona chiroqlari miltillardi. Karavotda uning ukasi yotardi. Harakatsiz, jim. Jamshidning ko'zlari yoshga to'ldi. Yo'q, bu rost emas, Shovqin asta dedi. Bu haqiqat. Sen unutgan haqiqat. Jamshid boshini chayqadi. Men hech qachon bunday tilak qilmaganman. Shovqin yaqinlashdi. Har bir og'riq ichida yashirin tilak bo'ladi. Sen shunchaki baland ovozda aytding. Jamshid ukasining qo'lini ushladi. Sovuq, juda sovuq. Men uni qutqara olmadim. Shovqin sekin dedi. Lekin sen boshqa narsani qutqarding. Jamshid hayron bo'ldi. Nimani? Shovqin qo'llarini yoydi. Shovqinni. Birdan xona devorlari titray boshladi. Ovozlar paydo bo'ldi. Minglab, millionlab. Men charchadim, yordam bering. Hech kim meni eshitmaydi. Jamshid boshini ushladi. Yetar. Shu payt yorug' paydo bo'ldi. Sukunat. Jamshid unga qaradi. Men nima qildim? Sukunat sekin dedi. Sen dardni ichingga olding, lekin uni chiqarishni o'rganmading. Shovqin kuldi. Endi esa u portlaydi. Jamshid atrofga qaradi. Ovozlar kuchayib borardi. Men buni qanday to'xtataman? Sukunat javob berdi. Avval o'zingni kechir. Jamshid jim qoldi. Men buni qila olmayman. Shovqin esa dedi. Va aynan shuning uchun men yutaman. Shamol yana kuchaydi va xona asta sekin parchalanib ketdi. Jamshid yana tom ustida turardi. Shahar esa pastda g'alati ko'rinardi. Ko'chalar to'la odam, baqiriq, janjal, yig'i. Go'yo butun shahar birdan og'riqni chiqarayotgandek edi. Sukunat sekin dedi. Endi kech bo'lishi mumkin. Jamshid dahshat bilan qaradi. Nega? Sukunat osmonga qaradi va dedi.